Xabar berib borayotganimizdek, Quva tumanidagi Karkidon suv ombori atrofi maydonlarida ekoturizm majmuasini barpo etish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Hududda yo'l infratuzilmasini yaxshilash, obodonlashtirish va yashil hududlarni kengaytirish ishlari davom ettirilmoqda. Turizm markazining bosh rejasi doirasida mehmonxonalar, dam olish zonalari, avtoturargohlar, o'yingohlar, amfiteatr hamda savdo va xizmat ko'rsatish majmualari joylashtirilyapti. Mana men hozir shu yerda turib, ichimga sig'may ketyapman. Chunki Quvamiz kundan kunga ravnaq topyapti, rivojlanyapti. Karkidon mana yangi holatida bir dashti muallaqida rahmat atadigan ishlar bo'lyapti ekan. Ilohim bu ishlarni bitishligida Alloh madadkor bo'lsin. Bularni ko'rishlikni bizlarga ham, bola chaqalarimizga ham nasib etsin. Karkidon suv ombori atrofidagi 250 gektar maydonda ekoturizm majmuasi, 100 dan ziyod dam olish, savdo, servis va ko'ngil ochar maskanlar, zamonaviy mehmonxona barpo etish rejalashtirilgan. Bundan tashqari hududda uzum plantatsiyasini yaratish bo'yicha loyihalar ishlab chiqilgan. Ayni paytda ekilgan uzumlar parvarishlanmoqda. Hududda yangi texnologiyalar asosida hosildorlikni sezilarli darajada oshirish, shu bilan birga eksportbop mahsulotlar yetishtirishga alohida e'tibor qaratiladi. 5-10 yil ichida toshloq, adirliklar o'rnida o'rmonzorlar, yashil hududlar barpo bo'ladi. Karkidon zamonaviy turistik ko'ngilochar maskaniga aylanadi. Mana suvni ko'rib turib, mana xuddi Turkiyada yurganda yurishadigan masjidga ham xudo xolasa. Mana 85 yoshga kirdim. Qip-qizil dashada oldim. Avvalambor mana Karkidon suv omborini o'zimiz qurganmiz. Masjidda yurib. Rashidov kelib ochgan o'sha suv omborimizni ham. Nechinchi yillar endi? 60-yil boshlab 68da bitgan. Bular mashalar. Mana endi shu yerlarga qadam ranjira qilib keldik. Hozir ko'rib, bularni ko'rib o'zimizni qo'ygan joy topolmayapmiz. Bu daraxtlarni qarang. Endi bu daraxtlar o'sgandan keyin buni rivojkorini beradi, barakasini beradi. Bitta ish qilayotganlarni ham tanjalini sog' bo'ladi. Ishlarini rivojini bersin, barakasini bersin. Yashil maskanlar, istirohat bog'lari qancha ko'p bo'lsa, aholi ularda shuncha maroqli hordiq chiqaradi. Tabiat bilan uyg'unlashgan yashillik insonning bahri dilini ochib, kayfiyatini ko'taradi. Asosiysi atrofdagi toza havo salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Barcha sa'y-harakatlar inson qadri uchun, uning manfaatlari uchun xizmat qiladi.